Assalomu alaykum har biringizga. Bu videoni ko'rib turganlar ishonamanki, Instagram tarmog'ida faoliyat yurg'izadi, media marketing sohasida yoki bo'lmasa shu sohada daromad qilishni xohlaydiganlar. Men bugungi darsimda sizlarga 4,5 yillik tajribam davomida uchragan eng katta xatoyim, kuzatgan eng katta xatoyim va men unga qanaqa qilib yechim topganman, shu narsa haqida gapirib o'rgatmoqchiman. Chunki bilaman, bu narsa juda ham ko'p, mana shu media sohasidagi juda ham ko'p kasb egalariga bu mavzu qiziq. Kelinglar, aynan nima mavzuligi haqida gaplashamiz. Bu xato albatta bozorga kirgan har bitta mutaxassisni pozitsiyasini noto'g'ri belgilash va o'sha noto'g'ri belgilangan pozitsiyaga qarab, noto'g'ri strategiya asosida har doimiy kontent yuritishda davom etish. Noto'g'ri, agar siz faraz qiling, qayergadir yo'lga chiqdingiz, boradigan manzilingiz belgilanmagan bo'lsa, siz qayerga ketayotganingizni bilmaysiz. Ketaverasiz, faraz qiling, siz bu tarafga qarab ketib qoldingiz, lekin sizni boradigan manzilingiz bu yoq dedi. Bu nimadan bo'ladi? Strategiya, ish boshida to'g'ri strategiya belgilanmagan. Shuni hisobiga siz mana shu taraf ko'zingizga chiroyli ko'ringani uchun, bu yoqda odam ko'p bo'ladi deb o'ylaganingiz uchun bu tarafga qarab ketaverasiz, lekin qarabsizki, siz borishingiz kerak bo'lgan manzil o'zi bu yoqdaligini keyin yo'lda o'rtasiga borganda tushunib yetasiz. Aslida agar o'sha boshlang'ich nuqtada turganingizda siz qaysi manzilga borishingiz kerakligini boshida aniqlab olsangiz va shunga qarab ketsangiz, ya'ni to'g'ri bilet sotib olsangiz, siz bittada o'zingiz xohlagan manzilga yetib olishingiz mumkin. Buni blog miqyosida hozir batafsilroq o'rganib chiqamiz. Undan oldin, asosiy mavzuga o'tishdan oldin men sizga o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam. Men Mahinur Abdullayeva, prodyuserman, ssenaristman va asosiy o'zim ishimdan maza qiladigan qismim raspakovka bo'yicha mutaxassisman. Va albatta hozir o'quvchilarimga ham asosan raspakovkani nazarida ishlashini o'rgataman. Xoh u prodyuser bo'lsin, xoh u content maker bo'lsin, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, raspakovka orqali u o'zini kuchli tarafini ochib berishi kerakligini o'rgataman. Mutaxassislarim bilan bo'lsa, albatta mana shu raspakovkadan keyin meni asosiy ish strategiyam, ish yo'nalishim aniq bo'ladi. O'zi umuman bu Instagram media marketing sohasiga kirganimga 4,5 yildan oshdi. Zapusk prodyuserlik sohasida bo'lsa 2,5 yildan ortiq vaqt davomida ishlab kelaman. Bu vaqt davomida juda ham ko'p menda tajribalar bo'ldi, yutuqlarimiz ham ko'p bo'ldi, yutqazgan joylarimizda olgan xulosalarimiz ham ko'p bo'ldi. Men birga ishlaydigan mutaxassislarim orasida siz taniydigan va hurmat qilib, qiziqib kuzatadigan mutaxassislar ham bo'lishi mumkin. Bular dietolog Aslidinovna, Shadisha, Xnasiren, Diyoranur, Alima Oybekovna, shu kabi mutaxassislar va bundan tashqari boshqa sohalarda asosan men o'z ishlagan sohalarim dietologiya, psixologiya, interyer dizayn, hatto treyderlik bo'yicha ham ishlab ko'rganman. Har xil qiziqishlarim bo'yicha har xil mutaxassislar bilan ishlab tajriba yig'ib, umumiy qilgan sotuvlarim $350,000 dan oshgan o'sha mutaxassislarim bilan birgalikda. Lekin men hech qachon natijalarimni, pulda qilingan natijalarimni ko'rsatishga urg'u qaratmayman. Chunki qaysidir sotuv, qaysidir loyihani oxiridagi tushadigan summa mening nazarim bo'yicha o'sha loyiha uchun xizmat qilgan jamoadagi insonlarni rizqi bilan to'g'ridan to'g'ri bog'liq. Keling endi asosiy mavzuga o'tamiz. Media sohasida qilinadigan, eng ko'p qilinadigan xato va raspakovka orqali qanaqa qilib siz daromadingizni oshirishingiz mumkin, shu haqida hozir gaplashamiz. Meni kuzatishim bo'yicha o'sha media sohasida shaxsiy brend bo'yicha ishlaydiganlar, SMM bo'yicha ishlaydiganlar, stories makerlik qiladiganlar yoki bo'lmasa oddiy videograf, mobilograflarda ham qilinadigan xato, prodyuserlarda ham kuzatiladigan xato bu raspakovka bilan to'liq shug'ullanmaslik va uni hamma imkoniyatlaridan, hamma potensialdan foydalanmaslik. O'zi raspakovka nima desangiz, raspakovka bu savollarni jadvali. O'zi ochish degani, rus tilidan olinganda ochish degan ma'noni anglatadi. Bu raspakovka ekspertnosti, raspakovka lichnosti, raspakovka жизни degan atamalar bor. Rus tilidan o'sha zapusk terminlariga qo'shilib bizni bozorga kirib kelgan so'zlar bor. Bunda insonni, ya'ni mutaxassisni siz ochasiz. Misol uchun men prodyuserman. O'sha
blogda, mutaxassisni blogida mutaxassisni men hamma tarafdan ochib berishim kerak va aynan mutaxassisni nomidan men kontentga ssenariy yozaman, mutaxassisni nomidan men storiesga ssenariy yozaman, mutaxassisni nomidan ba'zida to'g'ri keladi, qanaqadir muhim qarorlarni qabul qilib olishim kerak bo'ladi. Uning uchun men mutaxassisni to'liq o'rganishim kerak. Misol uchun, men bu ochki misolida sizlarga tushuntirib beraman. Mana ochkini siz bu tarafdan qarasangiz, ikkita ko'zi ko'rinadi, to'g'rimi? Tepadan qarasangiz, mana siz xuddi tepadan qaraganingizda mana bunaqa obraz shakllanadi. Orqa tarafdan qarasangiz bunaqa, yon tarafdan qarasangiz bunaqa, to'g'rimi? Hamma tarafdan qaraganingizda siz ochkini har xil rakursda ko'ra olasiz. Ochki haqida to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun va boshqa odamga bu ochki qanaqaligi, qanaqa funksiyalarga egaligini, yorug'likda qorayishini, ichkari xonada rangi oq bo'lishini bilishingiz uchun, buni siz boshqalarga to'liq yetkazib bera olishingiz uchun, siz bu ochkini oldin hamma tarafdan o'zingiz o'rganib chiqqan bo'lishingiz kerak. Oldidan ko'rasiz, tepasidan, pastidan, orqasidan, yonidan qayirib ko'rasiz, taqib ko'rasiz, keyin svetga tutib ko'rasiz, qoraydimi yo'qmi, yorug' joyga, qorong'i joyga, keyin zrenyanikimi yo'qmi tekshirasiz, telefonda qarab taqib ko'rasiz, kompyuterga qarab taqib. Nima demoqchiman? Ochkini hamma funksiyalarini siz boshqa odamga yetkazib berishingiz uchun siz oldin uni to'liq o'rgangan bo'lishingiz kerak. Ya'ni siz blogda mutaxassis bilan ishlaganda mutaxassisni to'liq ochib bera olishingiz uchun siz mutaxassisni to'liq o'rgangan bo'lishingiz kerak. Raspakovkada savollar berilgan bo'ladi. U savollarni siz mutaxassisga berib, mutaxassisni erkin ochilib sizga hamma ma'lumotni yetkazib berishiga sharoit yaratib berasiz, savollar berasiz, ochasiz, mutaxassis sizga hamma narsani gapirib beradi. Keyin u informatsiyalardan foydalanib, siz blogda harakatlanasiz. U informatsiyalardan foydalanib strategiya tuzasiz. U ma'lumotlardan olib strategiyada qaysi etapda qaysi ma'lumotlarni ochib berishingiz kerakligini tushuntirasiz. Bu prodyuser nazarida. Agar siz shaxsiy brend mutaxassisi bo'lsangiz, raspakovkani qilasizda, u ma'lumotlar asosida sizni boradigan tochkangizni belgilab olasiz, manzilingizni aniqlab olasiz. Manzilingizni aniqlaganingizdan keyin o'sha manzilga qanaqa qilib borishni belgilab chiqasiz. Misol uchun, shaxsiy brend mutaxassislarida men ko'p kuzatgan va o'sha birga shaxsiy brend mutaxassislari bilan birga ishlagan ekspertlardan ko'p eshitgan shikoyatim shunaqaki, to'g'ri, biz kontentlar chiqarganmiz, prosmotrlar zo'r, misol 100 ming, 200 ming, даже 1 milliongacha bo'lgan prosmotrlar bor, lekin sotuv yo'q. Lekin men bu kursim sotilmayapti. Nimaga deb so'raydi. Bunaqa holatda men nima degan bo'lardim? Prosmotrga ishlash har doim ham to'g'ri emas. Misol uchun, mana siz o'zingizga chiroyli bo'lgan yo'ldan yurdingiz degani maqsadingizga yetdingiz degani emas. Kontentda ham xuddi shunaqa. Sizni hamma videolaringiz prosmotri baland bo'ldi degani, bu sizga maqsadli auditoriya keldi. U kelgan odamlar sizni mahsulotingizni sotib oladi va sotuvlaringiz yuqori bo'ladi degani emas. Birinchi o'rinda siz nima kurs sotasiz? Oddiy shaxsiy brend mutaxassisi bo'lsa ham, u hech qanaqa kurs sotuv jarayonlariga aralashmasa ham, shaxsiy brend mutaxassisi o'sha boshida strategiya tuzatganda men o'ylayman, mutaxassis bilan o'ylayman emas, aniq shunaqa deb bilaman. Mutaxassis bilan gaplashib, o'sha nima sotmoqchisiz ertaga, blogdan nima orqali pul ishlamoqchisiz degan savolni qo'yish kerak. Va mutaxassis nima orqali pul ishlashini aytgandan keyin o'sha narsaga ko'ra shaxsiy brend mutaxassis strategiya tuzadi va o'sha yo'nalishga qarab kontentlarni olib ketadi. Shunaqa holatda sizni qaysidir kontentlaringiz yuqori prosmotr to'plab sizga noto'g'ri auditoriya olib kelib qo'ymaydi. Prosmotr qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar sizga to'g'ri auditoriya kiradi. Shunaqa holatdagina siz ertaga shaxsiy brend mutaxassis bilan ishlaganingizda ham yoki shaxsiy brend mutaxassis bo'lsangiz ham mutaxassisi blogida ertaga daromad kelishini ta'minlab berasiz. Birinchi plyus, birinchi tavsiya, siz mutaxassisingizga daromad olib kelyapsizmi? Bo'ldi, siz bilan u davomiy ishlaydi. Nimadir yoqmasa o'zgartirish mumkin, lekin siz bilan ishlash jarayonida pul kelyaptimi? Bo'ldi, siz bilan hech qachon katta ehtimol bilan ish jarayonini to'xtatmaydi. SMM mutaxassis bo'lsangiz ham xuddi shunaqa brend raspakovkasi degan narsa bor. Brend raspakovkasida ham xuddi shunaqa shaxsiyatni ochishga emas, o'sha brendni, biznesni ochadigan, o'shani qanaqa qilib kuchli taraflarini yoritib berishga qaratilgan savollari bo'ladi. Siz
SMM mutaxassis bo'lib, qaysidir biznes brendga ishlasangiz ham yoki birorta o'sha shaxsiy brend uchun ishlasangiz ham, do'kon, qanaqadir biznes uchun umuman SMM mutaxassisi bo'lsangiz ham, xuddi sizga ham shu narsa, raspakovka savollaridan foydalanib ma'lumotni ochasiz, hamma ma'lumotlarni yig'asiz, keyin daromad kelishiga qarab raspakovkadagi ma'lumotlarni olib, to'g'ri pozitsionировать qilasiz. Men shuncha yildan beri kuzatgan eng katta xatoyim ishni boshida, demak, pozitsionировать, ya'ni bozorda o'sha mutaxassisni yoki biznesni o'rnini noto'g'ri qilib qo'yib qo'yish bo'ladi. O'rni noto'g'ri qilib qo'yilgandan keyin sizni noto'g'ri auditoriya kuzatadi va u auditoriyaga siz ba'zida hech narsa sota olmasligingiz mumkin. Misol keltiraman yana bitta. Yaqinda bitta buxgalterda menga blogini ko'rsatishdi. O'sha shaxsiy brend yurg'izadigan tanishim. Mana shu buxgalter blogida sotmoqchi, kurs sotmoqchi. Qanaqa qilib kurs sotsa bo'ladi? $5000 atrofidagi kurs sotsa bo'ladimi deb so'radi. Men shu paytda kirdim, blogini o'rganib chiqdim. Prosmotrlar o'rtacha, unaqa juda past emas, juda baland emas, o'rtacha, lekin pozitsionировать xato qo'yilgan. O'sha ekspertning o'rni bozorda xato qo'yilgan. Buxgalter tayyorlaydigan kurs sotmoqchi, lekin chiqariladigan kontent pul bilan qanaqa muomala qilishni oddiy aholiga o'rgatyapti. Oddiy aholiga qanaqa qilib pul tejash mumkin, pul bilan qanaqa aloqa qilish kerak, yana nima qilsangiz yashash sharoitingizni qanaqa qilib optimizatsiya qilsangiz bo'ladi, ya'ni yaxshilashtirsangiz bo'ladi, moliyaviy iqtisodiyot qonun-qoidalariga amal qilib, mana shunaqa kontentlar. Bu kontentni kim ko'radi? Har doim kontent chiqarayotganingizda kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, blog kontent tayyorlayapsizmi? O'ylang, bu kontentni kim ko'radi? Bu kontentni ko'rgan odam mendan nima sotib ola oladi? Endi savoldan orqaga qaytasiz. Men nima sotmoqchiman? Men ochki sotmoqchiman. Endi ochkini kim oladi? Bu ochkini telefondan, kompyuterdan ko'p foydalanadiganlar oladi. Keyin klassik stilda yaxshi ko'radiganlar oladi. Xo'p, ular qanaqa? Ularning og'rig'i qanaqa? Ularning qiziqishlari qanaqa? deb kelib o'sha joyda men kontent qilishni boshlayman. Men tap etib kontent qilib keyin o'ylamayman. Shaxsiy brend mutaxassisi aynan raspakovka bilan kuchli ishlashi kerak deb o'ylayman. Yana bitta misol, stories maker. Stories maker bo'lsangiz, stories makerlarda kuzatiladigan eng katta og'riq bugun nima stories qo'ysam ekan. Ekspertim live videolar tashlab bermasdan jonimga tegdi. Men o'zim ichimdan to'qib chiqarsam, qanaqa qilib bu ekspertning blogidagi stories bo'lishi mumkin? Kadrlar yetishmayapti. Internetdan olinadigan rasmlardan jonimga tegdi. Mana shunaqa og'riqlar ko'p bo'ladi stories makerlarda. Siz storiesga ideya qilib, kimdir storiesini yurg'izayotganingizda, siz ham hattoki ekspertingizni raspakovka qilishingiz kerak. Aytibman, raspakovka hamma yo'nalishdagi blog yurg'izayotgan, Instagram sohasida ishlayotgan har bitta yo'nalishdagi mutaxassisga raspakovka kerak. Stories maker raspakovka o'tkazadi, ichidagi ma'lumotlardan olib plan tuzadi, o'sha plan asosida vaqtini tejaydi. Har kuni o'tirib yarim soat, 1 soat o'ylamaydi, 1 soat kadr izlamaydi-da, bitta o'tirib 1 oylik strategiya tuzadi, o'sha strategiyaga asosan ekspertidan kontentlar olib har kuni yarim soat vaqtini ketkizib yurg'izishi mumkin. Umumlashtiradigan bo'lsam, Instagram sohasida, mediada, zapuskda faoliyat yuritadigan har bitta inson, prodyuser, shaxsiy brend mutaxassis, SMM mutaxassis, stories maker, content maker, progress ssenarist, mana shu sanab o'tgan har bitta kasbda ishlaydigan mutaxassislar uchun raspakovka suv va havodek zarur. Bu sizning ishingizni juda ham osonlashtiradi, vaqtingizni tejaydi va mutaxassis bilan kontaktingizni yaqinlashtirib beradi. Mutaxassisingizga siz qaysi kasbda ishlasangiz ham ko'proq daromad kelishini ta'minlab berasiz va buni natijasida birga ishlayotgan mutaxassisingiz bilan siz davomli ishlay olasiz. Agar siz mutaxassisga pul kelishini ta'minlab tursangiz, daromad kelishini, u siz bilan uzoq muddat ishlashni xohlaydi va siz har doim e'tibor bering sotuvga. Nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, siz o'sha narsani sotuvga yo'naltirishingiz kerak. Avtovaronka kursingiz ham, oddiy videograf content makerlar o'zidagi bor informatsiyalardan raspakovka qilib, bor informatsiya
masaladan kontent tuzib, videolar snimat qilib yurg'izib, o'shani misol uchun oddiy bitta reels oldingiz, oxirini prosta oddiy tugatib, obuna bo'ling deb tugatmadingiz-da, oxiriga mana bu darsimni oling deb avtovoronka qilibdingiz. U darsni olgandan keyin chatbot orqali misol Telegram kanaliga o'tadi, Telegram kanalida darsingiz bo'ladi, darsingizni ichida ham nimadir kurs sotasiz. Qarabsizki, bitta videoingiz orqasidan ekspertni qaysidir kursini sotadigan avtovoronka qurib berdingiz. Bunaqa holatda unga pul keladi. To'g'ri, siz oddiy content makerdirsiz, oddiy shaxsiy brend mutaxassisi, oddiy SMM mutaxassisdirsiz, qaysiki ekspertni sotuviga javob bermaydigan. Lekin shunaqa holatda ham siz sotuvga bog'lab unga pul keltiradigan sistema qilib bersangiz, qaysi mutaxassis dalsha ishlashni xohlamaydi? Albatta hamma xohlaydi. Bunaqa holatda birinchi o'rinda siz mutaxassis bilan doimiy ishlab, o'zingizni har doim mijozingiz bo'lishini ta'minlay olasiz. Ikkinchidan, siz unga ko'proq taklif berib, doimgidan ko'ra qimmatroq narxda ishlay olasiz. Misol uchun, siz mobilografsiz, keldingiz mijozingiz yoniga, bitta syomka montajni $20 ga qilib beraman dedingiz. To'g'rimi? Va keldingiz, oddiy ekspert nimani gapirsa, shuni syomka montaj qilib topshirdingiz, bo'ldi, ketdingiz. Endi siz ekspertingiz oddiy video olib qo'ying deb keldi. Kelganida siz uni o'zini ichidan chiqadigan ideyalarini korreksiya qilib bersangiz. Oddiy mobilografsiz, siz u bilan mini raspakovka o'tkazib yuborasiz o'sha gaplashib turgan joyingizda. Savol so'raysiz, misol, o'zi bu videoda maqsad nima sotishdan? Bu bilan nimani yetkazib bermoqchisiz? Xo'p, siz tajribangizda bunga bog'liq nimalar bo'lgan? Deb shunaqa savollar berib, o'sha joyda o'zida 15 minut mini raspakovka o'tkazib yuborasiz-da, o'shalarni ichidan saralab, gapirgan gaplarini saralab, mutaxassisning o'ziga aytasiz, keling, davay, mana bunaqa boshlamang-da, yaxshisi men bu 3 ta fakt bilan boshlang. Yoki siz aytgandek, men bugun raspakovka haqida gapirmoqchiman deb reels boshlamang-da. Sizga daromadingizni 2x oshiradigan instrument bilan bo'lishmoqchiman deb boshlang. Deb turib, siz mobilograf yoki content maker bo'lsangiz ham, mutaxassisga shunaqa takliflar berib ishlab, keyingi safarda keling, men sizga videoingizni ssenariysida ham yordam beraman. Hamma videolaringiz bir-biriga bog'lanib chiqishiga ham javob beraman. Mana shunaqa ishlaylik, faqat $20 emas, $30 dan ishlasak qanaqa bo'ladi? Deb turib taklif berishingiz mumkin. Siz unga qanchalik ko'p taklif bersangiz, qanchalik mutaxassisning og'irini yengil qilsangiz, mutaxassis tayyor bo'ladi sizga to'lashga. Agar o'zini oddiy gapini gapirib turib, unga qimmat narx aytsangiz, u yo'q deyishi mumkin. Men o'zim hamma gapiga qarasam, men qanaqa svet qo'yishingga, qanaqa lokatsiya qo'yishingga qarasam, men yana senga $50 to'laymanmi deydi. Agar siz o'sha ishni bir marta zo'r qilib ko'rsatib bersangiz, uni suhbatlashib, mutaxassis bilan kontakt o'rnatib, videoni bosh, o'rta, oxirgi qismlari qanaqa qilsangiz ko'p prosmotr olib keladi, qanaqa qilsangiz sotuv ko'p bo'ladi. Shunaqa holatlarga qarab, agar siz oddiy mobilograf bo'lsangiz ham ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol xizmat narxingizni oshirishingiz mumkin. Demak, bugungi video bilan men sizlarga shuni aytmoqchimanki, siz bozorda qaysi kasbda ishlasangiz ham, mana shu sanab o'tgan mutaxassisliklarimda ishlasangiz, raspakovka orqali xizmat narxingizni bemalol oshirishingiz mumkin. Mijozingiz bilan davomiy ishlashingiz mumkin. Mijozingizni sotuvini oshirish orqali unga daromad keltirib turishingiz mumkin. Sizga to'layotgan pulidan tashqari unga ko'proq pul kelib turibdimi? Demak, u sizga to'lanadigan narxni bemalol oshira oladi, hech qanaqa ichida og'riqsiz. Agar siz unga hech qanaqa daromad keltirmasangiz, u keyingi oyda sizga to'lanmay qolishi mumkin. Qayerdan pul topib beraman, o'zim mijoz kelmayotgan bo'lsa deb ishni to'xtatib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun siz shunaqa ishlangki, mutaxassis bilan sizga mutaxassisingiz doimiy ishlashni xohlasin. Men ko'pincha shogirdlikka tushgan o'quvchilarimga hammasiga ham prodyuser bo'lishni o'rgatmayman. Har biri bilan alohida shug'ullanib, unda nimaga moyillik ko'p bo'lsa, qaysi tarafida, mana shu joyda e'tibor bering, men o'quvchilarimni ham raspakovka qilaman. O'quvchilarimning kuchli tarafi nimada, qiynaladigan tarafi nimada, nima ish qilganda u maza qiladi, qaysi tema gapirganda u muloqotga kirishib ko'zlari yonib menga savol beradi, fikrini bildiradi, qaysi temaga kelganda zerikib, uyqusirab, esnab qoladi. Men shu narsasiga qarab, men o'quvchimning kuchli tarafini topib, shu bo'yicha yo'naltiraman. Misol uchun, shogirdlik kursimda kimdir ssenarist bo'lib ishlaydi, kimdir content maker bo'lib ishlaydi, kimdir videograf bo'lib ishlaydi, kimdir fotograf bo'lib ishlaydi, yana kimdir rostdan ham prodyuserlik sohasida ishlaydi.
Shunaqa, insonni raspakovka orqali kuchli tarafini topish mumkin va buni hayotingizning har bitta jabhasida foydalanishingiz mumkin. Men hech qachon raspakovka haqida gapirishdan charchamayman, chunki men bu sohaga kirishimdan oldin psixologiya bo'yicha juda ham ko'p o'rganganman. Kerak bo'lsa psixolog bo'lib ishlab mijozlar bilan ishlaganman. O'shaning uchun menda insonlar bilan aloqa o'rnatish, u hozir nima his qilyapti, ichidan qanaqa kechinmalar o'tyapti, uni og'rig'i nimada, shu narsalarni o'rganish menga oson va aynan raspakovka bo'yicha mutaxassis bo'lib chiqishim, raspakovkaning imkoniyatlarini juda ham keng qilib foydalanishimda aynan mana shu o'zimdagi psixologik bilimlar yordam bergan va mana shu psixologiya bilan zapusk bilimlarini qo'shib men o'quvchilarimga shu kungacha o'rgatib kelaman. Va oxirgi paytlarda mendan juda ham ko'p so'rashadi, aynan shu raspakovkani o'rgating, raspakovkani ochishni va uni imkoniyatlaridan foydalanish, uni kontentda ishlatish, blog strategiyasida ishlatishni hech kim o'rgatmaydi bozorda deb ko'p iltimoslar tushgan. O'shaning uchun men 2 yildan beri o'zi bu kursni qilishga harakat qilib tayyorlanib, ichimda o'ylab yurardim. Mana hozir mana shu kursimni yo'lga qo'yish vaqti kelgani uchun men sizlarga buni mamnuniyat bilan e'lon qilmoqchiman. Men realizatsiya kursini ishlab chiqdim. Realizatsiya kursimda insonni ichki potensiali, insonni ichidagi g'oyalarini hayotga realizatsiya qilish, hayotga namoyon qilishni o'rgatadigan kurs. Bu kurs davomida o'sha blog yurg'izish bo'yicha noldan qanaqa ishlar ketadi, blog konsepsiyasi tuzish, blog strategiya tuzish, raspakovka o'tkazish, raspakovkani aynan hayot uchun, shaxs uchun va mutaxassislikni ochish uchun o'tkazish va faqat menda bo'lgan bonus sizlarga sovg'a biznesni raspakovka qilish jadvali. Bunda siz o'sha boya aytganimdek biznesda ham raspakovka qila olasiz. Mana shu o'tkazilgan raspakovkani qanaqa qilib jadvalga ochish, uni imkoniyatlaridan qanaqa qilib foydalanish va o'sha blog uchun raspakovkadagi ma'lumotlar asosida strategiya tuzish, uzoq muddatli 3-6 oylik strategiyalar tuzishingiz mumkin. Hattoki o'sha raspakovkadan keyin siz o'zingizni stilingizni, o'zingizni arxetipingizni o'rgana olasiz. Siz qanaqa insonsiz, qanaqa arxetipga mos keladigan insonsiz va sizga blogni qanaqa stilda yurg'izish to'g'ri keladi. Va blogda sizga qanaqa kiyinish stilida chiqsangiz, qanaqa obrazlar sizga to'g'ri keladi. Mana shu narsalarga to'xtalamiz, o'rganamiz. Raspakovkada olingan ma'lumotlar asosida kontent uchun strategiya tuzishni o'rganamiz. Kontent uchun o'sha ssenariy yozish o'rgatiladi, reels uchun hatto qanaqa stilda postlar chiqarishingiz kerak, undan keyin storiesga qanaqa qilib strategiya tuzishingiz kerak, storiesga qanaqa qilib ssenariylar yozib yurg'izishingiz kerak va albatta eng qiziq, eng hammaga hozir aktual bo'lgan sotuvni oshirish uchun qo'llanadigan instrument kontentda progress qilish. Ya'ni faqatgina storiesda progress emas, kontentda, lentada post, reelslar orqali bir-biriga bog'langan progress qilib sotuvga yo'naltirish. O'shani strategiyasi qanaqa tuziladi? Hammasi haqida o'rganamiz. Demak, bu realizatsiya kursimda siz noldan boshlab o'sha o'zingiz ichingizdagi yoki bo'lmasa birga ishlagan mutaxassisingizni ichidagi hamma g'oyalarni real hayotga realizatsiya qilish, hayolingizdagi narsani hayotga ko'chirish bo'yicha chuqur ishlaymiz. Bu realizatsiya kursimdagi ma'lumotlar meni ekspertlarim bilan birgalikda qilgan $350,000 sotuvlarimni tajribasi asosida qilingan. Agar sizda ham shu kursda o'qib raspakovkani hamma imkoniyatlaridan foydalanishni, ssenariy yozishni, kontentda progresslar qilishni, umuman olganda birga ishlagan mutaxassisingizni blogida daromadini oshirishni yoki bo'lmasa o'zingiz uchun ishlaydigan mutaxassis bo'lsangiz, o'zingizni blogingizda daromadingizni oshirishni xohlaydigan bo'lsangiz, men sizni har biringizni shu kursda kutib qolaman. Kursga qanaqa qilib qo'shilish haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda Google forma qoldirganman, shu yerda nomer qoldiring. Har biringizga o'z bilim va tajribamni yetkazishdan juda ham xursand bo'laman. Kelinglar, ko'rishamiz, gaplashamiz.